Hurmatli obunachilar, 2 xonali kvartirani puli 2 sutili kottejimizda afzal qilgan keldik. Adresni bilan aytib ketaman. Yangi Batosh, shundagina prezident buvamiz ochib bergan maktabini yonboshdagi kottejlarimizdan biri mana aka. Yangi kottej, hali hech kim turmagan. Shuni birgalikda avzo qilamiz. Ketdik. Bismillah. Mana kirish koridorimiz. Birinchi xonamiz, akkuratligina. Ichki xonamiz. Ikkinchi xonamiz. Xonamizga chiroyli listochalar qo'yib qo'yilgan ekan. Endi kvartiradan yaxshi. Vertoqda xonamiz. Oppoq qilib chiroyligina turibdi. Sanuzelimiz, samishonni. Stolda ham qo'yib ketilgan. Kuxnyamiz. Gaz plitalar yangi. Zilon zonasi, 5 tonnali hovuzlarimiz ham bor. Avtomatik o'zi to'ladi, poplovoklar qo'yilgan. Bu tarafga shuni barbekuylar qo'yib, shashliklar qilib, o'tsangiz ham bo'ladi, tapchanchani qo'yib qo'yib, hovli da baribir. Hojatxonamiz. Bu tarafga kladovkada shuni ko'pincha hammom qilib qo'yishyapti. Bu tarafga mashina qo'yadigan arqa tarafda. Ko'ramiz. Darvozaga switch turibdi. Bu esa kottejimiz 2 sutiga joylashgan, 4 ta xonadan iborat. Kvartirasini sotib, kottej olaman yaqinlaringizga jo'natib qo'yasizlar. Narxi startida 31 ming so'ralabdi. Sunnatga o'tiradigan joyi bor. Realni oladigan, realni qilib beradi. Pastdagi nomerga bemalol telefon qilib o'ringlar.